Qanaqa chiroyli ko'ylagi. Dugonalarimni og'zi lang ochilib qoladi. Shirin, qachon kelding? Oy, assalomu alaykum buvijon. Hozir keldim. Voy, bu ko'ylakni qayerdan olding? Sotib oldim. Chiroyli-a? Sotib oldim. Menga qara, qaysi pulingga olding? Kechagina mendan pul so'raganding. Dugonam Nafisadan pul olib turdim. Stipendiyamdan qaytaraman dedim. Yo'q, aldamayapsan ish qilib. Nega aldingman buvi? Ko'rinishdan qimmat ko'ylakka o'xshayapti. Yoki meni kartamni sen oldingmi? To'g'risini aytaver. Nima? O'zingni go'llikka solma. Plastik kartamni sen o'g'irladingmi? Agar hozir tan olsang, hech kimga aytmayman. Buvi, men sizni plastik kartangizga tekkanim yo'q. Unda mana bu ko'ylak qayerdan keldi? Aytyapman-ku, dugonamdan qarz oldim deyapman-ku. Agar istasangiz Nafisaga qo'ng'iroq qilib beraman. Qo'ng'iroq qil. Tavba, kelib mendan shubhalanasiz deb o'ylamagandim. Alo, Shirin, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yetib oldingmi? Rahmat. Bergan pulim yetdimi ishqilib? Yetdi. Hozir o'zim senga qo'ng'iroq qilib beraman. Xo'p, mayli. Endi ishondingizmi, buvi? Ha, endi bolam, kichkina pul emas-da bu. Darrov onangga o'xshab arazlaydigan bo'lib qopsan. Hali oyimni ham o'g'riga chiqardingizmi? Ha, yo'q-a. Ha, birrov plastikimni ko'rmadingizmi deb so'radim. Shunga darrov arazlab ketdi. Bilaman buvi, qanaqa so'rashingizni. Onangga qo'ng'iroq qilyapsanmi? Ha, oyimga qilyapman. Xolamnikiga ketib qolgandirlar. Onangga tezda ayt. Iziga qaytsin, bizni sharmanda qilmang. Pochchasini uyda yashamasin. Siz chaqirayotgan abonent hozir javob bera olmaydi. Iltimos keyinroq qo'ng'iroq qiling. Ha, o'g'riga chiqarganingizdan keyin ko'zlariga pochcham ko'rinarmidi? Ko'tarmayaptilar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan Pokiza?